Assalomu alaykum aziz yurtimiz a'zolari. Salomatmisizlar? Sog'lig'inglar yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Alloh nasib qilsa 25-may. Indinga hayit, ertaga Arafa. Biz Qulpinoyimizni hali ham vaqtimiz bo'lmadi. Yog'ingarchilik, bu yoqda Malina ishi bor. Ulg'amadik mana shu oralarini tozalab chiqqancha. Azizlar mana Qulpinoylarimizni meva qo'yib yuboradigan holatga yetib keldik azizlar. Hozir apparat dori sochamiz xudo xolasa bunga. Azizlar mana mashallah qo'yinglar mana. Like bosib ketinglar azizlar, kommentariy yozinglar. Qiziq bo'lsa ko'chatlarimiz ko'chat qilishga tayyor bo'lyapti. Azizlar mana bulardan hosil inshaalloh juda zo'r chiqadi. Chunki hali oziqa berilmadi-da. Azizlar bunga beriladigan bo'lsa, chunki bunaqa holatda qilingandan keyin albatta juda hosilni olishingiz aniq-da, juda chiroyli holatda. Endi avval Allohdan hammasi. Mana azizlar mana holatlarini qaranglar. Yaqinda pishaman deyapti. Inshaalloh. Alloh barakasidan berardan qismasi mana. Bu agatimni ko'chatini azizlar o'zim tayyorlaganman. Shuning uchun ham kattaligi ham boshqacha. Mana ularda ham tayyorlaganman, lekin kechroq tayyorlaganman. Ya'ni farqi 20 kun farq bo'lgan. Chunki Qirg'izistondan talab qilib kelganman kuz oyida, noyabrda, dekabrda olib kelganman Mo'razda, dekabrda olib kelib suqib qo'yib, martda 10dan ildiz yurgan. 10-martda ochib ko'rganimda, shu suvga chiqib qo'yganman. Qashimda ildiz yurgan ekan, qashimda suvini qo'yib qo'yganman. Ammo to'r vermikulit, agroperlit qo'shilgan. Shuning uchun namlikni saqlab ko'klab ketdi. Bunga hozir udobreniyasini beradigan bo'lsam, Alloh nasib qilsa shunaqa chiroyli holatda hosil beradi. Mana 4200 ko'chat bo'lsa shu yerda. Bitta terganingizda 50 kilo terasiz. Undan ham ko'p ziyod terishingiz mumkin. Shunday qilganingizda mevalar mana eski mevalar bor, yaxshi ko'rmayotgan bo'lishi mumkin. Juda ham chiroyli chiqadi azizlar. Alloh berardan qismasin. Dehqonchiligimizga baraka bersin hammamizga. Ko'chatlarimiz. O'rtadan gavhar mana shu bargdan keyin gul chiqaradi inshaalloh. Mana barg, yangi barg chiqqan, mana gul shoda chiqqan. Hozir bunga mana bu yangi barg mana gul shoda chiqyapti. Bunga hozir обязательно oziqa berish kerak. Azizlar bo'lmaga dori sochuvdan baribir chiqyapti. Bu Qulpinoyda o'ziga yarasha mehnati bor. Birdaniga qilaman deb qilisham o'ziga yarasha mashaqqat. Bundan daromad qilaman, lekin yaxshi harakat qilsangiz olasiz. Aytilgan massani, aytilgan summani. Ochiq azizlar mana. Hech narsa bo'lmasa pishib yotibdi. Chiroyli holatda. Alloh nasib qilsa. Like bosinglar, kommentariy yozinglar. Kanalimizga a'zo bo'linglar azizlar. Bunga sochamiz sababi gulda trips yuribdi azizlar. Ko'rlar kamerada. Shu chaqib qo'yadi. Xuddi burga singari mana shu yurgan trips bo'ladi azizlar. Hozir shunga zahar sochamiz. Mana buni chaqmagan zo'r turibdi. Lekin buni chaqadigan bo'lsa, mevalari nima desam, ko'rinishi jihatdan xunuk bo'ladi, qotib qoladi. O'shuning uchun albatta bunga zaharni sochish kerak. To'g'risini. Alloh hammamizga dehqonchiligimizga baraka bersin. Rizqimizga baraka bersin, qilayotgan harakatlarimizga Alloh barakatli qilsin. Mehnatimizga yarasha chiroyli hosillarimizni olaylik inshaalloh. Azizlar, qo'llab-quvvatlab, like bosib qo'yinglar.